Qanıtım Xo'ja Muhammad Qağının qanıtı qara bulutdan kelgan. Qarlag'achning qanıtı simsim yomg'irdan kelgan. Kaptarning qanıtı g'ur-g'ur shamoldan kelgan. Quchqashning qanıtı yap-yeshil yopurmoqdan kelgan. Mening qanıtım hech yerdan kelmagan. U azaldan yo'q edi. Aylab yillab ashu baqa qarayman. Ko'ngildagi qizil gulni topolmayman. Qarshi virg'an bo'ron chaqin bo'lsa-mu umid bilan kecha kunduz saqlayman. Qizil gul qalbimni tushinarim. Qasimim badanga so'zimga ishinarim. O'zgarmas yuragim. Muz tutgan yuragi shu qalbi erarmi? Atmağan tangı yölünüp alvasti. Sen bu zımında, men bu zımında. İçildik, güllendik, yazılmağan tarix bulup. Tünügülla qo'zg'olonni tinchitish tardori bo'lib, necha minglagan qarindoshlarimizni qenini ichgan bu jallod bugun to'polondan to'qach o'g'irlab, kemak hayyor misoli bir mollaq etibla xalqparvar bo'lib olsa, onunga nechik e'tiqod qilg'ili bo'ladi. Qadimkilar bo'rining og'zi yeysimu qon, yemisimu qon debdikan. Bu hikmatni unutib qolmaslik lozim edi. Hech qanday dushman qilmoqqa qodir bo'lmas degan edi. Afsuski, har qaysilari shinsaga e'tiqod bog'lab, nihoyat zo'r xatolik sodir qilishdilar. Boyadan beri hojimga va uning fidoilariga cheksiz aqida va izzat ikrom ko'rsatgan. Uning ustiga tunji qitim didorlashayotgan bu bo'yining og'zidan shundoq tanqid aralash qattiq so'zlarning chiqayotganligi so'rindikilarga yo'chun bilindichilay ularning hammasi degudek bir-biriga ajabsanib qarashdi. Bo'libmi, hojimning bu gaplarni qattiq elib o'ltirganligi uning chiroyidan bilinib turadi. Axir u taqat qila olmadi bo'lg'ay. Yo'chilli gaplarni qilyotdilar taqsi. Biz shundo'banning o'ziga emas, bizni yarashtirib qo'ygan Shuralar hukumatiga ishondik. Shu qitim orada tutilgan tutumga konsulning o'zi shohid bo'lib qo'l qo'ygan. Buni bayroqda angladilar-ku. Konsul degan albatta o'z hukumatining vakili, ammo shu hukumatning o'ziga ishongim kelmaydi. Andaqda siz Shuralar hukumatini yaxshi ko'rmaydigan o'xshaysiz. Yo'qsa afandim, siz mening gapimni xato tushunyapsiz. Men Shuralar ittifoqiga ishonmayman demadim. Ularning hukumatiga, ya'ni shu hukumatning bizga tutgan siyosatiga ishongim kelmaydi deyapman. Baribir emasmi? Yo'q, zinhor undaq emas. Siz o'qimishli odam turib buni bilmisiniz kashki. Bo'pti. Siz mening og'zimni tadilgandan keyin endi men bu gapni oshkora qilay.
Men Şuralar ittifoqiga hurmat bilan qarayman. Nayta havas qilaman. Odamlar ara bir-birini ezish, xorlash yo'q qilingan. Millatlar ara barobarlik amalga qo'yilgan. Hatto millatlarning o'z taqdirini o'zi belgilash huquqi qonuniy asosga ega qilingan mundaq davlatni men nemishqa azizlamay, nemishqa hurmatlamay, ma'rifat chirig'ini yiqib, Uşaq millatlar orasidan sizga o'xshash 10 minglagan ziyolilarni tarbiyalab o'stirgan elga men nemishqa ixtiros bilan qiziqmay, xususan Şuralar ittifoqining barliq ezilgan millatlarning ozodlik ishlariga yordam beramiz degan shuariga qoyil ham mahliya bo'lganlarning biri mana men edim. Afsuski, bizga kelganda bu shuarning bir quruq gap bo'lib qolganini ko'rib, shu boisdan Şuralar hukumatining siyosatiga aniq aytsam, Şuralar hukumatining kattagoni Stalin degan kishiga ishonmas bo'lib qoldim. Stalin degan ismni anglab, Qosim afandi xuddi bir nimadan cho'chib ketgandek o'ngi o'chib atrofga qarab oldi va darhol Buningga nima asosingiz bor? Asos demsiz? Xo'p, anglab turing. Men aytay. Shingsay degan mal'unni qandoq mag'lub ekanligini, xususan onun qumuldan boshlangan xalq qo'zg'olonini tinchitmoq bo'lib, daryo qon oqizgan jallod ekanligini, oxirida to'plandan to'qach o'g'irlab hokimiyatni changilg'a kirgizib olganini Stalin bilmamdi. Yo'q, albatta biladi. Shundoq turuqliq, nemishqa Shingsayni qo'llab, ya'ni Majungyang degan qaroqchini yetim qoldirish bahonasida helaqa jimsar pitimi orqali har qaysilarining bo'kiga jigdi silib, Shingsay hokimiyatining mustahkamlanishiga simin yoritib berdi. Stalin ezilgan millatlarning ozodlik ishlariga yordam beradigan kishi bo'lsa, Shingsay bilan Majungyangning hech qaysini qo'llamay, mushu zimindagi ezilgan millatlarning ozodlik ishlarining bayroqlari bo'lgan Xo'jin Yasojini qo'llab, vatanimizning kamal ozodlikqa erishishiga yordamchi bo'lmasmidi? Halbuki bunday qilishdan qattiq xavotirlanadi, ya'ni qo'rqadi. Bu nima deganlari? Nimishqa qo'rqadi? Shuning uchun qo'rqadiki, mubada bizning yurtimiz kamal ozodlik tepib, mustaqil davlat bo'lib qolsa, o'rikni ko'rib olib bo'pti degandek, Şuralar ittifoqining bizga chegirdosh jumhuriyatlarimi mustaqillik davosini ko'tarib chiqishi muhaqqaq. Şuralar hukumatining do'stonilik bilan qumul dehqonlar qo'zg'olonini boshdan oxir qo'llaganligi hammaga ayon paket. Buni qanday inkor qila olasiz taqsir? Shundoq, Qosim afandi to'g'ri aytdi. Şuralar hukumati tashqi Mo'ng'ul orqali bizga nurg'un yordam bergan. Bundan ko'z yumsaq tuzkorlik bo'ladi. Men uruslarni har qachon do'st deb bilaman. To'g'ri. Men bu haqiqatdan hargiz ko'z yummayman. Şuralar hukumati u chaqda nayta to'g'ri ish qilgan edi. Shu boisdan siz hozirlarimiz Şuralar hukumatini do'st sangan edilar. Endi-chi, endi bu hukumat o'z manfaati taqozzosidan ot Oylaxonga, yo'l Sarxonga qilib, do'stlik ahdiga xiloban dushmanimiz bilan ham tavoq bo'lishga moyildir. Ya'ni, ay aql kishi, undaq do'stdan qo'lingni yuvginki, o sening dushmanlaring bilanmi ham tavoq bo'lsa. Shayx Sa'di hazratlarining bu nasihatlaridan savoq olmoq lozim. Yana shuni ilova qilaykim. Do'stlik, do'sti sodiq, do'sti xolis, do'sti g'araz deb 3 xilga bo'linadi. Sodiq do'stni topmoq tas. Bizga xolis do'st topilsa, shuning o'zi kifoya. G'arazlik do'st jonga ofat. Buningdan Xudo saqlasin. Siz janoblari nima demoqchi? Şuralar hukumatidan do'stlikni uzinglar demoqchimi? Yo'qsa, afandim, hargiz undaq emas. Chunki Şuralar hukumati bizning Xudo qo'shgan qo'shnimiz. Yiroqdagi tuqqandan yaqindagi qo'shning afzal debgan qadimkilar. Şuralar hukumati aralashmasa hech qanday ishimiz amalga oshmaydi. Taqdirning bizga iroda qilgan qismati shu. Mening deydiganim
birli söz. Yani ajnabiylar bilan bo'ladigan do'stlikda ho'sharlik kerak, bidorlik kerak. Mening yana bir gapim bor. Uni aytib olay. Kaminalari ikki qitimliq haj safarim asnosida bu yiqi Rossiya, u yiqi Turkiya, Arabiston, Misr, Hindiston mamlakatlarida bir necha yil sayohatda bo'ldim. Lekin bizning yurtimizdek boyliqi mo'l, tuproqi mo'ndat, havosi mo'tadil zaminni oz ko'rdim. O'zining qudrat kamoli bilan bu zaminni ostimi oltin, ustimi oltin qilib ajabmi boy yoritib ekan. Ammo bizning xalqimiz bu boyliqlardan foydalanishni bilmay yoki foydalanmay oltinni dastlab turib tilanchilik qilayotgan bechora odamga o'xshab qolgani bilan ajnabiylar bu zaminning qo'ynida pinhon yotgan boyliqdan allaqachon voqif bo'lib buning ko'yiga tushganlar. Mushu misli yo'q boyliqlar bu zaminning o'z beshiga bir balo bo'lib tulkining oyon chog'iga o'xshab qolmag'iydi deb xavotirlanyapman. Ya'ni ko'z faslining oxirlari tulka o'z tukining voyiga yetganligini ko'rib, endi meni ovchilar omon qo'ymaydi deb yig'lab ketarmish. Tulka tukidan, tuga yukidan degan tamsil shuningdan qolgan bo'lsa kerak. Az jumla o'z davrida O'rta Osiyo zimini O'rus podshohligining Hindiston bilan Afg'oniston İngiliz podshohligining mollari uchun yaxshi bozor bo'lganidek, bizning yurtimizning arzon ilib qimmat sotqili bo'ladigan qo'yni kam bozor ekanligini hamma ajnabiylar obdan bilib bo'lgan. Shu sabablar tufayli ajnabiylarning xilidan buyon yurtimizga och bo'rilar kabi ko'z olaytib xiris qilishi, fursat topsalar bu yerga tumshqini tiqishga oldirishi hargiz tasoddifiy hol emas. Ular xilidan beri Urumchi, Qashqar, G'o'lji taraflarda cherkov va shifoxonalarni ta'sis qilib, kasal davolamoq va tin tarqatmoq bahonasida o'z qasdini amalga oshirish uchun harakat qilib kelmaydilar. Endi bu inqilob asnosidagi patparaqchilikdan foydalanib, mayli qaysi iqlimdan bo'lsin, hamma ajnabiylar yurtimizga tumshqini tiqishga texma oldiraydi. Hatta so'ngak talishayotgan itlarga o'xshash bir-biridan qizg'inishidir. Bo'lmasa, baya Qosim apandi aytgandek, Majunyan qo'shonida nimishqa yapon mushovirlari paydo bo'lib qoladi. Ha? Nimishqa o'rislar heliqi jimsar bitimini tuzishga oldiraydi. Nimishqa Qashqar, Yakan, Xotan taraflarda ingliz va afg'onlar oldirash chipib yuradi. Xolos kalom. Jinning qasdi shoptulda hammasi o'z nafsiga cho'qtatadi. Shu tufayli endi bizning yurtimizda xeyli zamonlargacha tinchlik bo'lmaydi. Qon to'kiladi, so'riqchilik bo'ladi. Xalqimizni yana qanday qora qismatlar kutib turg'ini. Uning bu gaplari eg'ir keldimi yoki bek g'alati bilindimi, ish qilib hojimning rangi o'chib, tugilak ko'zlari mushukninkidek parqirib ketdi. Cho'g'i kichkina bu buvayning og'zidan teg'i hech kim anglab baxmagan shundoq jur'atli so'zlarning chiqayotganiga qarab, so'rindigilarning hammasi tengirqab qolishdi. Faqat shu damgacha hech nima demay jim o'tirgan Mahmud Muhidining tamkin ovozi bu jimjitlikni buzib-o'tdi. Xo'sh taqsir. Yana gaplar bo'lsa, hammani esla. Otalarcha pand nasihatlarga muhtojmiz. Yo'q, nasihat emas, maslahat. Tugidek so'zning tirnoqdek tugini bo'ladi deb. Mening yuqoridagi 70 gaplarimning mafhumi birla. Ya'ni bidor bo'layli, ho'shar bo'layli demoqchiman xolos. Anvari degan Fors shoiri mundoq debdikan. Osmondan har qanday balo tushsa, u garchi boshqalarga buyurilgan bo'lsa-mu, puti yerga tegmay turibla. Anvarining uyi nada deb meni istaydi. Demoqchimanki, biz yilikimiz sho'rliq millat. Bizga balo qazo nihoyatda oson yepishidi. Shuncha shehidlarning qizil qonlari badaliga kelayotgan bugungi nusrat va omadlarimiz g'ofil qilishlikdan sodir bo'ladigan
birer sevelikimiz kasaptıdan qo'ldan ketib qolmag'ay deb xavotirlanman. Chunki biz Uyg'urlar tarixda sha'ni shavkatlik ishlarni qilgan aql farosatli millat bo'lgan bo'lsak-mu, keyin jabr zulm, qulluq, asorat tufayli qalaq, nodon, qashshoq bir millatga aylanib qolganmiz. Nodon millatda ma'naviy illat ko'p bo'ladi. Pulga, mansabga, xotinga, xurofotga ishonish, yurtbozlik, qabilavozlik, ochko'zlik, o'z g'ururini saqlamaslik. Har kim o'z nafsiga cho'g' tortib, millatni o'ylamaslik. Wow. Xulasi kalom nodonlik. Nodonlik va yana nodonlik. Mana bular uzun yillik asoratning millat ruhiga bosgan maraz tomg'isi. Uni ozdab, taqdir va qazoning adolatsizligi bu millatning ruhida yana shunday bir o'ksiklikni paydo qildirki, u go'yo o'zini ota-onasiz qolgan yetim bolaga o'xshash sezadi. Ya'ni uning ruhi tushgan. Kigiz uyning ichi chivin ussi sharpsi anglangudek jimjitlikqa cho'mib ketdi. Odamlarning ig'ir nafas ilishlari anglanib turibdi. Siz g'azilar boshlagan bu inqilob sharofatidan, endi bu millat tutqunlardagi qulluq asorat zanjiridan, hatto ruhiy olamidagi illatlardanmi batamam qutulg'usi. Rahmati bilan didorlarni ko'rishga musharraf bo'lib, hamma deydiganimni dedim. Ich qornim bo'shab qoldi. Go'yo yelkandagi ig'ir yukdan xalos bo'lgandek yeniklab qoldim. Dargohig'imi g'am andisiz yenik boradigan bo'ldim. Gaplarimda va xuluq mijozimda aybi nuqsonlar ko'rilgan bo'lsa, meni maaf qilasizlar. Bu balki bizning oxirgi didorlashganimiz bo'lib qolar. Ko'nglim aynigida ro'shan ko'rinib turibdirki, mening bu dunyodan xo'shlashadigan soitim bakli yiqilib qoldi. Hammalariga alvida. Mendan rozi bo'lasizlar. Ilohim, g'ozilarimizga texmi ko'p nusrat ato qilg'ay. Boy ko'z yoshlarini to'kib titrab turgan qo'llarini egiz ko'tarish bilan necha o'nlagan qo'llarimi egiz ko'tarilib degan sadolar bo'rondek gurkirab ketdi. Kishilarning nang'is va soqollaridagi yosh tomchilari chiroq nurida marvoyitdek porqirab ketdi. Ertasi choshki vaqtida Jirjiz hoji xo'shlashib yo'lga chiqar chog'da hojim uningga egar chopto'liq bir jup ot yo'liq tutdi. Ammo u endi menda otga mingidek majol qolmadi. O'zlar minmisizlar, navri bolalar mingay. Yo'qsa, navrilarimning minginidan jangchi yigitlarning mingini tuzuk. Astagfirullah. Meni izzat atqizib qo'ydilar-ku. Bo'pti amsa. Men bir nima so'rsam, shuni berandilar. So'rslar tafsir, so'rslar. Ko'ngillarga nima pisab kelgan bo'lsa, shuni olsalar. Andaq bo'lsa, boshlardagi shapaq to'ppa menga tavarik bo'lib qolsin. O'zlarini har sig'inganda shuni bir purib olsam kifoya. dedi Jirjiz hoji ko'ziga yosh elib. Qarab turganlarning hammasining ko'ngli buzildi. Hojimu bir qismi bo'lib ko'ziga yosh olgan holda qora maxmal do'ppisining ichidagi xilili kirlishib qolgan oq shapaq do'ppisini beshidan elib, uningga ichki qo'llab uzatdi. Buvay uni asta leviga tekkizib elib, titrab turgan qo'llari bilan qo'yniga silab oldi. Bugün romanımızı hiç anlayatkan romanım bolsa, Oyg'ongan zamin romani Abdurahim O'tkirninki, ikinci kitabınınki 9. bölümü ya. Apa, Nişade, şu ablamdan kat geldi. Bu pat ağır kaptım. Kasma. Hapıken baksa, işengen dağda keyif yapmakta olacak. Kızının namını yazılgan şunç
keçidir. Onun üstüge kızı öldü yok. Biz müşip belki kalsaldık mı? Oldu. Baba avazını çıkaranmayla şu caydılar. Kes kalıp. Boncu! Anne! Dike balam dike bir sene sokakta. Lekçikimden derim son kapırım. Dika takmak iken. Muşu koşallık saat dikeme deyme. Koşallık, koşallık. Hemen yarı toy ettik toy. Bugün muşu yeklemini özüple bekler toy bak taktırı vardı. Ay saati bugün size acayip mi koşallık? Och mandelmassan, supergod. Vi kommer ha den apelsin pistagesemlan igen om några veckor. Man får kolla på Instagram hur vi lägger upp när vi har dem. Så nu är det den vi har och så har vi det. Sizlarga samla degan tatlı yemeklikni ko'rsatib qo'yay. Mana shu samla degan. Men ot to'pini hozir yevatdim. Ma u qaymoq qoldi. Undan keyin buningki bir yaxshi yeri. Hozir mani ichini assanglar, bu yerda ko'ringlarmi? Ichida manda bir nimasi bor. Javhari bor. Bu javharni nimadan yasagan desanglar, mig'izlarni ezib yasaydi. Örükning mig'izini ezib, ko'ringlarmi? Shunda paysi tuyulmuş ichki javhari hammadan esil yeri bu samlaninki. Bunda qarmoqqa bir qaymoq bilan bolkini manda qilib qo'yganda ko'rindi, ammo ichini yesanglar, ichida paysi. Kütüş, çimengül avut. Aptapqı qaxladım yalğızlıqımni. Qismetning payani ko'rindi timtas. Sen nerede mağrursan ezildi bağrım. Ko'zimni bo'sh yumib qildim men qiyos. Kimlarni yod etding, kimlarni kutding. Mehrimde barliqing bo'lmoqda ayon. Aldirash yo'lni kesib o'tgansan balkim. Oxirini o'ylashdin, qilaman gumon. Teraklar qaraydi manga bak g'amkin. Bo'yingdek bir ishonch parlaydi yorqin. Yanilasan amon qolasan jinim. Tuyuqsiz ziminda yuz bersi qirg'in. Mung basqan ko'zlaringni asliyalayman. Sen cho'qim uyingdan chiqqan lavildab. Mana yana bir kun o'tdi ming tasda. Yulduzlarga qo'shildim yo'lingga qarab.
Bek tez etipdi ona qızman akşını. İpek Yol Sarasını körvatamsızlar. Mavi İpek Yol Sarası'nınki 9. kısmıda çıkan kız ismi Arzugül satarken Zımistandaki Söygü diyen akşını yaptan. Avaz bek tezgah. Feryat Lutfullah Mutallab. Bu mening g'amlik ko'nglim bularmikin bir kun shad. G'am tog'laridan uchib bular men azad. Ya hamisha qilinib zulm o'tida kuyib kunning serig'in ko'rmay bular men berbat. Vaqtsiz g'azan bo'lgan, bağlar çölge aylangan, ko'ngildiki bu bo'ston, bularmı yinib avat. Bo'ronlarda uçmakta, mening can emgeklarim, davrda inovat yo'q, kun tun qilaman faryod. Shoir bu she'rni 1943-yili 12-oyda Aqsuda yozgan. O elidagi ota-onasiga xat yozganda bu she'rni o'z xetiga qo'shib avatgan.